Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar. Bugungi videomizda 11.05imizda yangilangan narxlarda video obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa, videoni boshlashdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kiraverishdagi yo'lda bo'yidagi magazin, ya'ni Sadoqatga yetmasdan. Xo'p, videoni boshlaymiz. Birinchi o'rinda narxini aytib o'taman. Narxi o'ta dahshat va yangi narxlarda chiqdi akalar. 120 frezasi bilan 2 korpus plugi, ключ naborlari, посевнойлari, hamma narsasi bilan katta korobkamiz 11.05imizda o'slari legrovka bo'ladigan bilan 28 million 400 ming so'm qilib beraman akalar. 2 korpus plugi bilan traktorda o'zi 28,5 million so'm edi oldingi narxi. Hozir endi 2 korpusli plugini ham qo'shib beryapman 120 lik frezasi bilan va garantiyasi bilan 11.05imizda. Va kichkina korobkalisini 27 million 200 ming so'm qilib beryapman. Frezasi 2 korpusli plugi bilan qo'shib berilyapti. Chegirma narxlarida chiqardik, ya'ni oyda oxirigacha, xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Oyda oxirigacha shoshilib qolinglar akalar. 11.05 ga arzon optim narxlardan ham arzon qilib chiqarib qo'ydik. Xo'p, bunimizda 11.05imizda mana 20 ming so'm deganimizdan boshlaymiz. Balonlari legrovka bo'lmaydi, lekin 11.05 motor 2025-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Yangi 11.05imiz. Dastavkasini o'zlaring qilib olasizlar. Qayerga bo'lsa ham men oxirgi to'xtash narxini aytdim. Undan ag'iga kamini qilib bera olmaymiz, aytib qo'yapmiz. 28 million 400 ming so'mga 27 million 200 ming so'm. Xo'p, bunimizda korobkalari katta korobkadan qo'yilgan bo'ladi. Bunisi oddiyroq, o'rtacharoq korobkali va balonlari legrovka bo'lmaydi. Inshollari hamma yo'g'i tayyor holatda. 4 ta oldinga, 2 ta orqaga skor bor. Xo'p, bunimizda nargisini balonlari legrovka bo'ladi. Katta korobkadan 11.05, rollari gidravlika 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta reminda, shkifda bitta bo'sh joy bo'ladi. Xohlasalaring dinam qo'yib olasizlar, xohlasalaring jatga, xohlagan agregatlaringni qo'yib oldiga moslab ishlatishlaring mumkin. Bularimiz bir porchilli, faqat orqasi tortadi. Orqasi legrovka bo'ladigan 120 lik freza tushadi. Jatkalarimizga mana insholarni oldinga olib o'tib, ikkita shlang bilan peredilka hissalaring bo'ladi. Tayyor holatdagisi ham bor. Tayyor holatdagisini ham gaplashamiz. Uni ham videolarini qilganman. Ishlash videosigacha kanalimizda bor. Kanalimizni kuzatib borsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, yangi videolarimizni kuzatib borasizlar. Xo'p, bunimizda oldini peredilka qilib, legrovka hissalaring bo'ladi. Orqasi o'zi legrovkali, korobkali ajratadiganlari ham bor. Mana 4 ta oldinga, 2 ta orqaga jami 6 ta skorisi mavjud. Quyon toshbaqa skorlarigacha bor. 12 ta chap freza pichoqlari qo'yilgan, 120 lik. Oldingisi 1 metrli bo'lgan, hozirgisi mana to'liq balonni ko'rib turibsizlar. Balonni o'rnini ham yopib ketyapti. To'liq 1.23 chiqqan. Oldingi videolarda ko'rsatib o'tganman. Videolarimizni kuzatib boringlar. Asosan bu video qilishdan maqsad narxlarini aytib o'tish edi. 11.05imizni ko'pchilik biladi o'zi, olib ko'rishgan. Mana xarid hissalaring bo'ladi. Optim narxlarda chiqarib qo'ydik mana akalar.